Bu chodirlar to'liq uy emas. Ular sovuqni to'liq to'sib bermaydi. Yomg'irdan ham faqat birozgina himoya qiladi. Ammo bugun G'azoda bundan ortig'ini qilishning imkoni yo'q. Bu yerda qurilish materiali yo'q, g'isht yo'q, sement yo'q, tom yopadigan ashyolar yo'q. Ko'plab uylar bombardimonlarda shunchaki vayron bo'lmadi. Ular yashashga butunlay yaroqsiz holga kelib qolgan. So'nggi kunlarda G'azoda deyarli kun ora yomg'ir yog'moqda. Havo esa kundan kunga sovib boryapti. Shu sababli odamlar bolalari bilan birga mana shunday oddiy chodirlarda jon saqlashga majbur. Biz barpo etayotgan bu chodirlar katta loyiha emas. Lekin ular ho'l tuproq ustida uxlamaslik, bolalar uchun hech bo'lmasa bir kecha quruq tunash imkonidir. Bu joy Mehr qishlog'i deb ataladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: kim dunyoda bir mo'minni dunyo g'amlaridan birini yengillatsa, Alloh taolo uning dunyo va oxirat g'amlarini yengillatadi. Imom Muslim rivoyati. Bugun G'azoda sharoit qanchalik og'ir bo'lmasin, imkonimiz yetganicha yordamni davom ettirish lozim. Biz faqat chodir bilan emas, ovqat, ichimlik suvi, tibbiy yordam va boshqa bir necha yo'nalishdagi loyihalar orqali imkon qadar aholilarga yordam yetkazib kelmoqdamiz. Agar siz ham bu xayrli ishlarning bir qismiga aylansangiz, bilingki, bir oilaning sovuq va yomg'irdan asralishiga sababchi bo'lasiz. Bugun G'azo bizni jim, ammo uzluksiz yordam bilan ularning yonida bo'lishga chaqirmoqda. Bismillahirrahmanirrahim. Bugun 2025-yil 6-dekabr shanba kuni. Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida bugun Mehr qishlog'ini ochmoqdamiz. Biz G'azo sektorida davom etayotgan bosqin sabab ko'chirilgan, boshpanasiz qolgan aholilarni bu yerga joylashtiramiz. Saxovatli qo'llardagi birodarlarimizga minnatdorchilik bildirib va ularni G'azo sektoridagi aholilarni qo'llab-quvvatlashda davom etishga chorlab qolamiz. يا بقايا الأمس فينا ما أقسى الحنينا زادنا الشوق أنينا حدثينا ملأها الجدران خرسا هل ترى تجفو وتنسى غربة الأرواح أقسى أرجعينا لنرى عذب السنين نذكر الماضي الثمين حينا والساكنين خبرينا. Ushbu bizga taqdim qilingan boshpanalar uchun o'zbek xalqiga rahmat aytamiz. Bu chodirlar uysiz qolgan va qochqinlikdagi aholilarga boshpana bo'ladi. Chunki vaziyat juda og'ir. Ob-havo juda sovuq va aholilarning bunday chodirlarga ehtiyoji ko'p. Ushbu xayrli ishlarni qilayotgan barchaga ko'plab tashakkur aytamiz. O'zbek xalqiga ushbu Mehr qishlog'i va boshpana loyihasi uchun tashakkur aytamiz. Ularga katta rahmat. Alloh ularning qilgan ezgu amallarini qabul qilsin. G'azodagi aholilarga ushbu chodirlarni taqdim qilganlari uchun o'zbek xalqiga rahmat aytamiz. Urushdan jabrlangan aholilarga ushbu ko'rsatgan e'tibor va yordamlari uchun o'zbek birodarlarimizga rahmat aytamiz.